juda pul zaril bo'lib qolganligi uchun zudlik bilan sotuvga qo'yildi. 7 sotikli 7 xonali xonadonimiz Fayzli yaxshi mahallada joylashgan. Uy oldida soya salqin berib turuvchi kattagina chinor daraxti mavjud. Eng zo'r tarafi uy ichidan va darvoza oldidan anhor oqib o'tgan. Hovlining ichi tekis to'rtburchak bo'lib, agarodlariga chiroyli qilib mevali daraxtlar hamda gullar ekib qo'yilgan. Hammomlari razdelniy. Hovlining chap tarafida 4 xona imorat hamda 4 sotik maydon. Hovlining chap tarafida esa 3 sotik maydon hamda 3 ta xonasi mavjud. Xohlovchilar uchun butunlay "Yo'q, menda pulim kamroq edi" deydigan mijozlarimiz uchun bo'lib yarmi ham sotiladi. Lokatsiya zo'r, infrastruktura qulay. Bog'cha, maktab, magazin, aptekalar hamda bozorlar juda yaqin joyda joylashgan. Suv, svet, gazlardan umuman muammo yo'q. 5000 dollar sarflab bitta restavratsiya qilib remont qilib olsangiz, svejiy remontli oppoqqina chiroyli uyga aylanadi qo'yadi. Katta yo'lga atigi 200 metrni tashkil etadi. Transport qatnovi, taksilardan umuman muammo yo'q. Shoshiling, tezda uygalar bilan bog'laning. Narx-navosini uyi tepasida 5 tashlab baraka qilsangiz, kelishtirib chiroyli narxga berishadi. Aniq manzil hamda lokatsiyalarni uy egalari bilan bog'lanib yoki opsioniya orqali o'qib bilib olishingiz mumkin. Agarda qurilish qilaman deb yer qidirib yurgan biznesmenlar bo'lsa ham, yaxshi variant to'rtburchak tekis joy. Videoni har doim zapas puli bo'ladigan tanish-bilishlarga jo'natamiz.